qizlar, bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan darsimiz shakar piraniki. Bu shakar piranikniki bu o'lchami ko'p, lekin yaxshiroq chiqadigan o'lcham bek oz ekan. Shunga buni men o'zim sinab qilib undan keyin sizlarga bu darsni sundim. Buning ketarlik materiallar 100 gram seriq maya, 100 gram quyruq may. Quyruq may mush holatda bo'lish kerak. Mushtaq suyuq emas, mush eritilgan quyruq may mush holatda bo'lish kerak. Ondan 50 gram suv may, 300 gram shakar, ondan podafindan bir bal qo'shiq, sodadan bir qo'shiq salsak bo'ldi. Podafindan yarim bal qo'shiq salsang bo'ldi kelasa. Podafindan yarim bal qo'shiq, sodadan bir bal qo'shiq salsang bo'ldi. Endi ma tuxum shakali bilan billa qo'shib janglaysizlar, janglagan vaqtida. Bu 250 gram kelish kerak. Meni ma 4 tal tuxum hozir 250 gram ketdi. Sizlar shu tuxumning cho'ng kichikligiga qarab turib, shu 250 gram shakali bilan qo'shib janglasang bo'ldi. Ondan süt 75 gram süt. Lekin 625 gram un. Ba'zi unlar suv ko'tardi, ba'zi unlar suv ko'tarmaganlikdan agar xamiranglar bo'shab qolib qolsa, yana 75 gram un qo'shsang bo'ldi. Men ma unni sizlar ko'z tushish uchun lamachiniga chiqib qo'ydim. Lekin ma un bir nisbat oz, mendan jiqroq un qo'shsizlar. Tayyorlash bosqichiga o'taylik endi. Xonim qizlar, endi shakar piranikniki tayyorlash bosqichi bo'lsa, men sarmayni avval tasqi silib, ravruq ko'ptirmiz, buni oqarg'ich ko'ptirib, ondan quyruq mayni silib, yana ko'ptirib, ondan suv mayni silib, may tarkibini ravruq ko'ptirib, oppoq holatga kelgan vaqtida, qaymoq holatga kelgan vaqtida, ondan boshqa tayyorlagan qurishlarni solamiz. Xonim qizlar, hozir mana bu sarmay, quyruq may, suv mayninki aralashmasi tayyor bo'ldi. Endi buningga suvdan solamiz. Suvdan silib yana aralashtiramiz. Ondan shakarni silib, 300 gram shakarni silib, ravruq aralashtirib, shakar izligicha aralashtirib bo'lgandan keyin, ondan tuxumni bir taldan chiqib, tekshi aralashtiramiz. Aralashtirib, buningga 75 gram sutni qo'shib, ondan 20 bal qo'shiq podafini silib, bir aralashma tayyorlaymiz. Aralashma tayyorlab bo'lgandan keyin, anandan biz un silish bosqichiga kelgan 20 bal qo'shiq podafini silib, bir aralashma tayyorlaymiz. Aralashma tayyorlab bo'lgandan keyin, anandan biz un silish bosqichiga kelganda ko'rishaylik. Xonim qizlar, mana bu sutdan boshqa aralashmani qo'ygan chog'da mana shunday holatda bo'ldi. Shunda quyuq holatda etilish kerak. Quyuq holatda bo'ldi. Bunga sutni qo'shib, ondan aralashtirib, ondan unni qo'limizda aralashtiramiz. Unni shu normal holatga xamir holatga kelguncha aralashtirsak bo'ldi. Agar 625 gram un ozlik qilib qolsa, anada pek ziyoda bo'shab qolib qolsa, undan yana 75 gram un qo'shsang bo'ldi. Bu jarayonda unni solganda qo'limizda solamiz. Xonim qizlar, endi men un aralashtirish bosqichiga keldik. Unni silib, mana shu qo'limizning uchilarini, mana tasdan cho'risida yerlarni agiltib turib aralashtiramiz. Buni shu usulda aralashtirib shu un taltikus aralashmaga yeyilish kerak. Shuni taltikus aralashtirib bo'lgandan keyin yumshoq holatga bir xamir holatga keladi bu. Endi uni yeyib, qiliplab, undan tepsiga shakar besib, pishirsak bo'ldi. Xonim qizlar, mana bu aralashmamizga uni aralashtirib tayyorladim hozir. Xamir holatga keldim. Mana bu holatda bo'z bo'ldi xamiri. Bu holatda bo'z bo'ldi. Endi buni yeyib, qiliplab, shakarga besib, duxovkani oldin 200 gradusda qizitib, undan piranikimiz tayyor bo'lgandan keyin 180 ga tushirib, qizartib pishirib olsak bo'ldi. 10-20 atrofida pishib bo'ldi, juma. Amsa sal turib, piranik pishgan vaqtida ko'rishaylik xonimlar. Xonim qizlar, mana bu binganni shu holatda kangri o'rin qo'yib tizimiz. Mana hamda duxovkaga soldik. Gradusni 180 gradusga tushirib, 20 minut atrofida pishirsak bo'ldi. Mana 60 ga to'g'rilab qo'ydim, 60 minutga. 180 gradusda 20 minutdan 30 minutgacha pishirsangiz bo'ldi. O'zingizning ehtiyojiga qarab qizartib olsangiz bo'ldi. Qizil yeganlarga qizartib elinglar, bo'lmasa oqshiroq chiqsa, suzuk chiqsa, chiroyli chiqadi bu piranik.
Shunun qarta o'zinglar tangshib olsang bo'ldi. Unda bo'lsa sal turib